Ana süti faqatla bir xil ozuqluq emas. U rububiyatning tabiatdagi eng jonliq mo'jizasi. Ammo u bir kichik bovaqning dal nimaga ehtiyojli ekanligini qanday biladi? Zavodda ishlangan sun'iy sut parashokining tarkibi manga o'zgarmaydi. Ammo yangi tug'ilgan ojiz bovaqning oshqazinini ko'z oldingizga keltiring. Dastlabki kunlarda ana süti quyuq sariq suyuqliq sifatida keladi. Bu o'g'iz süti deb ataladi. U oddiy ozuqliq emas, balki bovaqning tunchi qo'g'dug'uchi vaksinasidir. Ammo bovaq tez cho'ngiydi. Uning ozuqliq ehtiyoji kundan kunga o'zgaradi. Agar süt shu paytda turaversa, bovaq och qoladi. Undaqda süt qanday moslashadi? Sütning ichki tarkibi avtomatik holda har hafta o'z-o'zini yengilab turadi. Masalan, 4-haftadagi ana süti bilan 8-haftadagi sütning yog' va oqsil miqdori butunlay farqli bo'ladi. Hatto bovaq kasal bo'lib qolgan paytda-mu mo'jiza yuz beradi. Ana süti darhol tarkibini o'zgartib, bovaqni davolaydigan alohida antitanalarni ishlab chiqardi. Shunga yangi tug'ilgan bovaqqa berilgan bu rizq oddiy bir biologik jarayonlar emas. U har sekundda o'zgarib turadigan bu sirlik suyuqliq orqali rububiyatning, ya'ni ilohiy tarbiyaning mukammal g'amxo'rligiga erishadi. Rububiyat, ilohiy tarbiyaning moddiy dunyodagi ifodasi nima? U bir ketimlik yaratish emas, balki har bir taraqqiyot bosqichida dal vaqtida keraklik narsani berish jarayonidir. Yangi tug'ilgan bovaq bilan ana suti o'rtasidagi mo'jizalik bog'lanishga qarang. Tunchi kunlardagi ig'iz suti ig'ir ozuqliq emas, balki bovaqning ojiz oshqozoniga moslashgan kuchlik immunitet qalqinidir. Lekin bovaqning ozuqliq ehtiyoji to'xtamay o'zgarib turadi. 4 va 8 va 12 haftalarda uning talablari butunlay farqlanadi. Bu chog'da mo'jiza yuz beradi. Ana suti o'z tarkibidagi vitamin, yog' va oqsillarning nisbatini avtomatik tangshaydi. Sutning tarkibi bovaqning yoshi va o'sish sur'atiga tamoman moslashib, to'xtamay o'zgaradi. Mana bu xil uzluksiz va moslashgan tarbiya dal rububiyatdir. Bugungi eng ilg'or texnikami bovaqning cho'ngayishiga agishib, tarkibini o'zligidan o'zgartadigan sun'iy formula yasab chiqolmadi. Shunga har bir tomchi ona sutiga faqat bir xil ozuqliq deb qaraydigan ish emas. Ona suti rububiyatning jonliq isboti. U tabiatning uda va dal vaqtidagi tarbiyasidir. Rububiyat tajallisini ko'rmoqchimi? Dunyodagi hech qanday sun'iy sut parashoki bovaqning ehtiyojiga asosan tarkibini o'zgartirmaydi. Ammo yangi tug'ilgan bovaq onasidan tunchi sut temimini shumurganda, bovaqning ojiz oshqozoni ig'ir sutni hazm qilolmaydi. Shunga bu tunchi tamchi rasmiy sut emas. U qo'g'dug'uchi va hazm qilishga oson bo'lgan quyuq suyuqliq bo'lib, o'g'iz suti deb ataladi. Keyingi bir necha haftada bovaqning badani shiddat bilan yetiladi. Yangi so'nak va muskullar ko'p ozuqliq talab qiladi. Bir xilla sut buningga qanday yetishidi? Sir shuki, ona suti tirik modda. U o'z retseptini o'zi o'zgartadi. 8-haftadagi sutning kimyoviy qurilmasi 4-haftadagiga aslo o'xshamaydi. 12-haftaga kelganda u bovaqning shu vaqtdagi ehtiyojiga moslashib, tamoman boshqa tarkibga kiradi. Bu faqat ozuqliqlar emas, balki tirik dori. Agar bovaq kasal bo'lib qolsa, sut darhol tarkibini o'zgartib, kasallikka qarshi antitanalarni ko'paytiradi va uni davolaydi. Bovaq shu tunchi tamchidan tartibla eng mukammal, eng kuyimchan sistema tarafdan qo'g'daladi. Har qanday texnika qilolmaydigan bu avtomatik tarbiyalash jarayoni dal rububiyatning real ko'rinishidir. Biz tabiiy yemakliklarning ozuqliq tarkibi o'zgarmaydi deb o'ylaymiz. Ammo rububiyat uqumi buning xato ekanligini ko'rsatadi. Faqat onasining sutigagina xayanib yashaydigan yangi tug'ilgan bovaqni misolga olaylik. Bovaq tug'ilgan dastlabki kunlarda onadan odatdagi quyuq sut yetib kelmaydi. Aksincha, suyuq ham yengil bo'lgan alohida suyuqliq chiqadi. Bu og'iz deb ataladi. Nimashqa? Chunki yangi tug'ilgan bovaqning ojiz oshqozoni quyuq ozuqliqni hazm qila olmaydi. Ammo bovaq 4 haftalik bo'lganda, uning tani texmi murakkab ozuqliq talab qiladi. Shunga bayagi suyuq sut endi uning yetilishiga aslo yetarlik bo'lmaydi. Dal shu vaqtda onaning tani sutning ximiyalik tarkibini real vaqtda o'zgartirishga boshlaydi. 4 hafta va 8 haftalik bo'lganda sutdagi moddalar bovaqning o'sish talablariga asosan yangilanadi.
12 haftalik bosqichga kelganda u yangi ehtiyoj uchun yana bir qatim mukammal moslashdi. Bir jonliqni uzluksiz va aqlli usulda mushundak kuzatib yetildirish jarayoni dal rububiyatdir. Bugungi kunda texnikamiz shuncha yuqori chekka yetgan bo'lsa-mu, ilm-fan texija ona sutining bu xil o'zgarishchan va jonliq formulasini sun'iy usulda hargiz to'ray olmaydi. Bedenimizdeki o ruhumuzdaki o cimcit, yeşiron ösüp yetiriş mucizelerini zadi kim başkarıdı? Kani, bu temini birlikte kezip çıkaylı. Oyla beyxint, ormanda yalğız qalğan bovaq sözləşini ögörlemdi? Yoq, albatta. Undaqda bizning yetilishimizga kim müdaxile qildi? Minberlerde düşündürülgen Rab oqumu bizni tug'ilgandan tartib toki eng mukammal holatga yetkazilgan shu ilohiy g'amxo'rlikdir. Qarang, tunji mo'jiza yotqudunni boshlanadi. Odatda badan har qanday yot jinsni rad qiladi, lekin ruhni mo'jizalarcha qabul qiladi. Ve hakikaten adamda hangtan kaldırdıgan jarayan, közge görünmeydiğen bir uruk, mukaddes kollarda yetilip bütün bir insanga aylanıdı. Hatta tabiiy iqtidarlar mu pervişki muhtaç. Yengi tug'ilgan babaqning gözüne 6 ayla etip koysanız, bütünlay körüşten qalıda. Sözleş, yaki okunuş iktidarımız mı asmandan düşmegen? O dermuşu rububiyetinin ifadesidir. Biz hatta okunuşunu mu okunumuz? Hamida darlıqdaki terriş haqiqiy bir qo'g'dash sistemasi. Boğa zarur bo'lgan vitaminlarni aning bedeni zerxal talab qilishga boshlaydi. Ana sutining adetkisi yo'qlik emas. Uning tarkibi xuddi bir aqlliq mashinadek boğaqning haftalik ehtiyojiga qarab o'zgarib turadi. Shunga qo'limizdagi manba nihoyat cho'nqir bir savolni so'raydi. Bu sütning mukammal formulani zoti kim hisoblab temshavatidi? Anoneler delmuşu ilahi terbiyeleşinin tirik vasitesi. Ular perzintlerini muhabbet bilen yeteklep, qo'g'dash vazifesini üstüge aldan. Ata-ana ilahi g'amxo'rlikning amaliy eksi yetişib bo'lgan joqqa, ularga hatto uf deb qo'yishga qat'iy alovlak bo'lmaydi. Bu terbiye peket maddi emas, baylıqmı yoki pekirliqmı, her ikisi ruhumuzni taplab chiniqtirdigan o'xshamagan sınaq usullaridir. Öz xahish-xoyiga egish ishlida nefsiga qul bo'lishdir. İlahi kanunga bo'ysunush bo'lsa, biz izleyotgan haqiqiy mutlaq erkinlikdir. Bu manbalarda namazning en ali terbiye ekanligi aytiladi. U angni, intizamni ve selbi oylarga qarshi turishni yetiltirdi. Balog'atga yetish bo'lsa, biz bu ne'matlarga mas'ul bo'ladigan o'z yetikchimiz va yaratilish nishonimizni tonib yetadigan muhim vaqtdir. Beden ve ruhumuzdaki bunca küp yeşiron mucizelerini körgenden kin, yine kimmo bu ilahi g'amxo'rlikni inkor qila olimsa kerak. Yaxshimisizlar? Bugungi mazmunimizga xo'sh kelibsizlar. Biz bu qaytim islomdagi eng tayan cho'nqur va hayron qilarli bir o'qim, rububiyat ustida birlikda izinimiz. Bu deganlik, ilohiy tarbiyalash jarayoni bizning hayotimizdagi har bir minut, har bir bosqichni qandoq intiqlik bilan shakllantiradiganligini oshkoralab chiqamiz degan so'z. Anglamoq qila kishini hayajonlantirdi, shundaqmi? Bugungi qisqacha musobamizda buni 5 xil asosli nuqtani tezlik ko'zdan kechiramiz. Rububiyatning asli ma'nosi, vujudimizdagi biologik mo'jizalar, ota-onaning mehri shafqati, hayotlik sinoqlarga yoshirilgan hikmatlar va oxirida erkin iroda bilan ibodatning munosabati. Bularning hammasi bir-biriga shunchalik zich bog'langan. Ammo bularga texmi ichkirlab kirishdan burun o'zimizdan bir so'rab baqaylik. Dal mushu sekundda perde arkasında turib, kim bizning jismoniy va ruhiy taraqqiyotimizga haqiqiy yetakchilik qilyapti? Tabiatning arkasındaki bu sirlik terbiyeçi kim? Birinci kısım terbiyeleş ve rububiyetin ma'nosini qarayalım. Rububiyat degan so'zni ko'p anglaymiz. Uning haqiqiy ma'nosi yaratuvchining bizning hayotimizga aktiv, bir sekundimi uzilib qolmaydigan holatda aralashishini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh koinotni bir qatim yaratibla, andan uni o'z holiga tashlab qo'ygan emas. U bizni tunji yaralgan kunimizdan tartib har daqiqada izchil tarbiyalab kelmoqda. Üyle bakınlar, o her günü, her an yaratıştıdır degan bu söz hakikaten bek güçlük. Bu deyenlik perverdigarımızın kudret kolu bizning kundalik mevcutluğumuzdan tartib, hatta tenimizdeki en küçük hücrelerinin yetilişi için her dakika aktif işlevatıyordu deganlik. İkinci kısım yaratılıştaki biyolojik mo'jizalar. Bu izchil terbiyeleş ana korsakında başlanır. Tıbbi noktadan karılırsa adam bedeni aslide sırttan gelen herhangi bir yat dokunmanı katı red kılışı gerekir. Kan tıpı selle okşamasa red kılır, doğru mu? Ama ana teni mucizelerce sırtkı DNA'nı toluk kabul edip, şuncalık mükemmel ve mürekkep olan törelme yetiliş cereyanını başlatır. Bu yerde tıbbi kanuniyet bir yakta durup, der şu rububiyet mucizesi öz rolünü gösterir.
Texo qiziq yeri shuki, hatto a'zolarimizmi normal xizmat qilish uchun sirtqi tarbiyaga muhtoj. Masalan, inson ko'zining aslidan ko'rish iqtidori bor. Lekin agar yangi tug'ilgan buvoqni tunji 6 oy qop-qorong'i uyda boqsaq, nima bo'ldi? Uning ko'rish iqtidori butunlay va mangulik yo'qoladi. Ko'rimizki, ko'zmu ko'rish uchun nurning tarbiyasiga tayinadi. Til va ovoz masalasi o'xshash. Bizda ovoz pardasi, til, nafas yo'llari o'xshash tayyor turadi. Ammo siz bu buvoqni o'rmonlikda odamlardan ayirib, ovoz anlatmay cho'ng qilsangiz, u so'zlashimda qat'iy o'rganolmaydi. Chunki fiziklik a'zolarim bo'lishi yetarli emas. Biz so'zlash uchun cho'qim boshqalarning ovozini anglash degan shu tarbiyalash jarayonidan o'tishimiz shart. 3-qism ota-ona va mehri shafqat. Bu murakkab ilahi g'amxo'rlik ana korsukundan chiqibla ota-onamizin mehrini ulanıyordur. Ana sütünüyle misal alaylı. O turaklık adi bir içimlik emas, belki kişinin heyran kaldırılacağın tirik, hareketçan suyukluk. O buvakının ihtiyacına maslaşıp, deslepki günlerden tartıp 4 hafta, 8 hafta ve 12 haftalarda özünün terkibini mucizelerçe özgertip duruyor. Bu akli yok suyukluk, buvakın nene muhtaç ikenliğini kererden biliyordur. Bu enikle aşı uluk tarbiyeleştir. Hamiledar analarda görüldüyken yerik deyiş ehvalini mi çok katim anlığın boğuşumuz mümkün. Mesela kahretan kışta tavuz yegisi geliş. Bu adi bir intiliş emez. Əməliyyətdə o intihayan avtomatiklaşman və möcüzelik bir qoğdaş sistemisi. Annenin bədəni qorsaqnadakı bolaqның dəl şüpheytə məlum vitaminge ihtiyaclıq bolğanlığını işki cəhətdən bilib, anneni şu meyvanı yeyişke undaydı. Mana bu, Rabbimizin qoğdaş sistemisinin avtomatik halette işleşidir. 4-qism hayat sınaqlarındaki hikmet. Əlbəttə, rububiyet fəqat cismani yetiliş bilənlə çəklənib kalmaydı. O biznin bütün hayat musahimindeki sınaklarını mı güçlü belgileydi. Biz nurgun vakitlerde ehvalimizden arınıyoruz, hata hüküm kılıyoruz. Ama oylanıp bakayın, baylık ve namaratlık bu ikisi əməliyyətdə bütünleyi oxşaş bir ilahi tarbiyenin oxşamaydagən iki hali usulü xalas. Baylık şükür ve sədika bilən sizni yetildirsə, yoxsulluk səbir ve çidamlıq bilən sizni mükemmelleştirir. Hatta bazı kişilerinin bek baldırla bu alemden keçişi bizni qattiq azaplısımı onunla gayet zor bir hikmet yoşurungan bolışı mümkün. Çünkü eğer onun ömrü uzargan bolsa, belkim intihayen ağır hatalıklarını ötküzüp koygan bolarmadı. Şonga qısqa ömür mü şu canını kilgüsülü bolduğan palagetlerden qutquzıp qolish üçün berilgen çoğunqur bir rahmet buluşu tamamen mümkün. Bu biz ahiretda la tuluq düşünüleydiğen bir hikmet. 5-qism erkin irade, kulluk ve ibadet. Biz yuqorida söylab o'tgan barliq jismoniy va muhit tarbiyasining tub maqsadi zodi nima? Albatta bizim ruhiy aqlimizin yuksaltirishi va irodamizin sinash. Bugungi zamonaviy jamiyatda erkinlik desek ko'pincha kishilar har bir arzuyuga, har bir xohish ila qarg'ularcha agishishni ko'rsatadi deb qaraydi. Lekin o'ylab bakang, bu erkinlikmi yoki nafsiga qo'l bo'lganlikmi? Haqiqiy erkinlik bo'lsa, aqlinizni ishlatib, qaysisi to'g'ri bo'lsa shuni tanlashdagi intizom va yaratquchiga bo'lgan izzatli qulluqdir. İnsanның balağat yeshiga yetishi mushu tarbiyaning eng o'tkir va eng yuqori bosqichi. Aqlimiz uyg'onib peshib yetilganda yaratuvchimiz bizdan erkin irodamiz bilan "Men sizlarning parvardigorlaringlar emasmi?" degan bu savolga angliq javob berib, onun rububiyetini e'tirof qilishimizni kutudi. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bu dal ilahiyatda birinchi bo'lib tushgan buyruqning nima uchun o'qi bo'lganligining sababi. Chunki bizning o'rganish, tonish, tushunish iqtidorimiz ilahiy tarbiyaning eng yuqori pellisi. Aqlimiz faqat ilm va o'qish orqali andan to'liq yo'lqullikka chiqalaydi. Shuningga biz har kuni o'qiydigan namozlar quruq bir qoida yo'sinda emas, qat'iy yo'nda emas. U Alloh bilan oldin bekitilgan rasmiy uchrashish, ya'ni randevu. U bizni qaflatdan uyg'otib, bütün bir günimizni ruhiy intizam ichida hoşyar ve angliq o'tkazishimizda kafolatlik qildigan uzluksiz tarbiya mexanizmidir. Sizga yana bir qaltis nuqtani deb beray. Namoz o'tayotganda xayolingiz qachonmidi? Diqqatingizni chechadigan vasfasalar va siz jang qiladigan vasfasalar kelamidi? Amaliyotda bu bir maxsus loyihalangan sinoq ichidagi sinoq. U sizning shu salbiy ta'sirlarga diqqat qilmay, taqoni taqab qo'yib, zehningizni yig'ishingiz uchun o'rinlashtirilgan fokus mashqi. Shayton sizga o'z kinosini qo'yib berishga urinadi. Siz uningga parvo qilmagan sari fokusingiz texmi kuchaydi.
Gene etincho biz bugun ko'rib o'tgan hayron qolarliq biologiyalik yaratılışlardan tortib, hayotdagi sinoqlargacha va ruhimizni xudqizdigan ibodatlargacha bo'lgan bu mukammal ilohiy tarbiya, g'amxo'rlik to'rini ko'rib turibmi, uni qandoqqimi inkor qila olamiz? Bundaq ulug' va inchki g'amxo'rlikqa faqat cheksiz tashakkur va izdinish bilanla javob qaytara olamiz. Bugungi bu musofiyamizga hamroh bo'lganlarga rahmat. Bu go'zal hikmatlar haqida davomli o'ylanishni hargiz to'xtatib qo'ymanglar. Keyingi qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshimi sizlar, qadrli izlanguvchilar, yangi tushuntirishimizga xush keldinglar. Darhol bugungi qiziqarli mazmunimizga kiraylik. Bugun biz Mustafa Islamoğlu'ning Rob degan ilohiy ismning yushurun, qatlamliq ma'nosi va uning biologiya, hayot, hatto falsafa bilan qanday munosabati borligi haqidagi cho'nqur bayonlarni o'rtaga qo'yamiz. Bu faqatla diniy bir atalg'i emas, ishonib qo'ying, bu hayotga va o'zimizning kimligiga bo'lgan butunlay yangicha bir dunyoqarashning dal o'zidir. Agar siz Rob degan so'zni faqatla osmondagi yiroq bir yaratuvchi deb o'ylasangiz, bugungi tushuntirishimizdan keyin bu tushunchangiz butunlay o'zgarishi va cho'nqurlashi turganlar gap. Alisi ham barmay, avval mushu savolni o'ylab beqing. Nima uchun inson bedani bo'ydor bo'lish jarayonida yat DNA'ni red qilmaydi? Tibbiyot dunyosidan hammamizga ayon, agar kimnindir qon yoki yilik ko'chirsak, bedan darhol unga qarshi hujumga o'tadi, shundaqmi? Bedan o'ziga yat hujayrani dushman deb biladi. Ammo ana bedani mo'jizalarcha yat urug'ni, ya'ni butunlay boshqa bir genni qabul qiladi va uni himoya qiladi. Buni qanday tushunish kerak? Bedan o'zining eng asosiy ko'rinish qonuniyatlariga nima uchun mushu vaqtda xiloflik qiladi? Bu sir bizni ilgari diqqat qilmagan yangi bir qatlamga yetiklaydi. Bu ish yashash uchun birinchi bölümge, ya'ni biolojiklik tarbiya mo'jizasine qadam qo'yalım. Qur'onda bayon qilingan embriologiyalik yetilish bosqichlarini ko'z oldingizga keltirib berilgan. Hayot urug'i, baliyat qo'g'a yepishgan hujayra, chenelgan go'shtdek bir parcha, sunak va oxirida uningga go'sht kiygizilish jarayonlari. Lektorimizning ta'kidlashicha, bular faqatla o'z-o'zidan bo'ladigan mexanik jarayon emas. Har bir bosqichda to'xtamay aktiv holda idora qilinayotgan bir yaratquchi kuch bor. Bu jarayon dil rububiyat, ya'ni ilohiy tarbiyaning eng oydin isbotidir. Yaratquchi faqat birla qaytim yaratgan emas, u har bir bosqichni mukammal idora qilib, xuddi yepishdan to'qilgan nishidek, uning har bir talisini muqam turmushga oshiradi. Emse ikinci bölüm Rabbimizin esmi menisiga kiriyeli. Asosiy manbaimizga qaraganda Rab va rububiyat degan atalg'u osmonda kiroq koinotni yaratib qo'yib o'z holiga tashlab qo'ygan bir xudoni ko'rsatmaydi. G'arbdagi bezi qarashlardek uxlab qolgan yoki yiqilishib ketgan kuch emas bu. Aksincha rububiyat tushunchasi aktiv holda tarbiya qiluvchi, o'gitguvchi va ta'minlovchi deganlikdir. Ya'ni Xudo sizning hayotingizdan bir daqiqamu ayrilmagan. U sizning har bir tinig'ingizda, har bir hujayringizda sizni o'stirib o'tgan, gullantirib o'tgan kundulik hamxorlik va muarif programmasidir. Bu qatlamlik tarbiyaga yana bir ahvolni misol qilaylik. Ayollardagi aysharma, ya'ni homilidorlik mezgildagi yuzi qora bo'lish vakasi hammamizga tunish. Shundami? O'ylab pekinga. Qushning qahritan sovuğida hamma yanni qor bosgan bir kunda bo'yidor onining bedini to'satlinla qavun yoki o'rtdek yoz mevalarini orzuqladi. Nima uchun? Çünkü beden kursakdagi bolaga dal shu vaqtda A, B va C vitaminlarining kerakligini aniq deb beryapti. Ximiya o'qimagan onining bedini buni qanday biladi? Bu faqatla quruq instinkt emas. Bu ilohiy programga kiritilgan balaning ehtiyojini mukammal biladining idoragorning, ya'ni tarbiya qiluvchining amalidir. Ana sütünün tarkibi mu qiyg'etimizni tartadi. Menbada qayd qilingandek, ana sütünün tarkibi vaqtning o'tishiga elishib, butunlay o'zgaradi. 4-cü həftə, 8-ci həftə və 12-ci həftələrdə sütünün ozuqluğu, içidəki qoğduqçu antibody, yəni antitençə miqdarı balinin yetiliş basqıcığa maslışıb dinamik halda özgürüb durdu. Dünyadakı ən küçlük laboratoriyalarmı, ən ilgirgən texnologiyamı bunu suni halda və muşundaq təbii dinamikada yasab çıxaralmaydı. Bu nimə deyən dehşətlik və aqıllıq bir sistema. Şundaq məsmu? 3-cü bölüm. Hayattaki özgüçe terbiye. Kelinler, bedeninizin çıkıp hayatının özüge qaraymiz. Bizning jamiyatda mutlaq ko'p sonda boyliqni Xudoning mukofoti, kambag'allikni bo'lsa jazo deb bilaydigan qarash bor. Ammo lektorimiz yengichi va intayin cho'ng'ir bir argumentni o'tirg'a qo'ydi.
Bular osmondan tushgan mukofot yoki jazo emas. Aksincha, boylik bir xil o'qish programmasi. Kambag'allik bo'lsa butunlay boshqa bir xil o'qish programmasi. Bu faqat har bir ruhga atab loyihalangan ma'rif qurollari, ya'ni rububiyatning o'zgacha shakllaridir. Bezlar boylik orqali siniladi, bezlar bo'lsa yo'qsullik sinfini o'qiydi. Mushu nuqtadan qarashaningizda hayotning besimi butunlay yengillab, haqiqiy sir yeshilgandek tuyuladi. Shuningdek, umrning uzun qisqaligi ham mushu ko'zoynakda qarab beking. Biz doim uzun umrni baxt, yosh o'lib ketishni pajediya va tragediya deymiz. Ammo manbachi qaraganda yosh o'lib ketish amaliyotda intoyin chong bir rahim shafqat bo'lishi mumkin. Chunki ilohiy tarbiya urrohning kelajakda uchrash ehtimoli bo'lgan chong bir baloyi ofatin yoki butunlay vayron qilarlik bir gunohdan saqlab qolgan bo'lishi chonqur ehtimol. O'limmi, hayotmi, hamma narsa mushu qatlamliq ma'rif programmasining bir qismi xolos. 4-bölüm. Ata-ananın tərbiyədəki rolü. Ata-analarga gelsak, ular faqat bizni toqqan kishilarla emas, ular Xudoning rububiyyatining yer yuzidagi gavdalanışı. Ota-ona balini kichiklik uxlamay peqishi, amaliyotda ilohiy g'amxo'rligining yer yuzidagi kichik bir nusxasida. Xuddi chong bir shirkat boshlig'i o'z vazifasini boshqalarga topshirgandek, bu ilohiy tarbiya qilish vazifasi butunlay ota-onaning zimmasiga yuklangan. Shunga manbada aytilishicha, Xudoga bo'lgan minnatdorlik va vasita ota-onaga bo'lgan minnatdorlikqa bog'lanadi. Ularni hurmatlash dil Xudoning shu ilohiy programmasini hurmatlash deganlikdir. Qur'onda ota-onaga qaratilgan, ularga u hayam demagin degan mashhur oyatni hammamiz bilamiz. Lektor buni unutilmaz bir shaklda tushundirdi. Qur'on ota-onaga qo'l ko'tarishni yoki haqoratlashni oshkora cheklashni hujjati yo'q deb qaraydi. Nima uchun bilasizmi? Chunki hurmatning eng to'van cheklamasini bizar bo'lganlikni bildiradigan oddiy bir yoki deyishni cheklash orqali bekitib o'tgan. Agar deyish xato bo'lsa, qo'l ko'tarishning yoki tilishishning qanchalik cho'ng xato ekanligi o'z-o'zidan oydin. Bu qat'iy cheklama haqiqiy tarbiyaning qanday bo'lishi kerakligini isbotlaydi. Oxirgi 5-bölüm. Ibodat va haqiqiy erkinlik. G'arb dunyosi erkinlikni nefis nima xolasa shuni qilish deb qaraydi. Ammo bizning tushuntirishimizga asosan bu butunlay qulluqdir. Ya'ni o'z xalqislarining nefsining quli bo'lishdir. Bunga solishtirilganda kulluk, ya'ni Xudoga ibodat qilish va to'g'ri bo'lgan ishlarni qat'iylik bilan qilish insonni haqiqiy ozodlikka erishtiradi. Nefsga egizsak qul bo'lamiz. Ammo ilohiy tarbiyaga bo'ysunganimizda biz moddiy dunyodagi barlik iskanjalardan boshqa odamlarning hukmronligidan qutulib, mutlaq erkin bo'lamiz. Buni namoz misolda unishini baqayli. Namoz bir yuka yoki qilish kerak bo'lgan jazo emas. Namoz qat'iy aks bir uchrashish vaqti va zehnimizni terbiyalashtirdagi eng asosiy maydon. O kundalik hayotdagi kechilikliklardan basbasdan bizni qutuldirib, terbiya qiluvchi bilan bo'lgan mutlaq bog'lanishimizni direkt tutib turadi. Kuniga 5 ketim bu kursda tarbiyalanish ruhiy quvvatimizni taxtimi yenglaydi. Laktoriniz kimningen buni tasvirlaydigan hayron qolarlik bir metaforasi var. Dunyodagi eng chong kino arxivi shaytonga to'va. Namoz o'qiyotganda birdina yo'qitib qo'ygan ochqolingiz esingizga keladi yoki o'tmishdagi bir voqeaning sahnasi keladi, shunday emasmi? Men buni ko'rmishicha, ular faqat shaytonning o'zining tugumas kino arxivini sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinlaridir. Emasa sizning vazifangiz qandaq? Biletni sez o'lishini qat'iy rad qilish va bu beminna kinoni ko'rmaslik, zehningizni yig'ib, butun diqqatingizni ilohiy uchrashingizga qaratish. Endi mustaq videosiga kelsak, inson egil balog'atga, ya'ni aqlliq bir shaxsga aylangan vaqt butunlay ilohiy sinfga kiradigan vaqtdir. Lakrator ta'kidlagandek, bu dil men sening Rabbing emas bu degan izli cho'ng savolga insonning shundoq sen mening Rabbim, tarbiya qilguvchim deb aqliq javob beradigan, mas'uliyatni zimmamizga olgan butunlay yangi bosqichidir. Sulaysılab aytganda, bütün bu misollarni jumlaganda o'zimizdan shuni so'rashimiz kerak. Bugun siz o'z tarbiya qilguvchingizni ma'rif programmasini tushungan yoki e'tirof qilgan holda yashayapmisiz? O'z badaningizga, atrofingizdagi tabiatga, ota-onangizga, hayotingizdagi kambag'allik, boylik va har yil bo'ladigan qiyinchiliklarga mushu ilohiy tarbiya ko'zoynagi orqali bir qarab beqing. Qadrli ko'rminlar, bugungi tushuntirishimiz mush yerda tamomlandi. Hayotga boshqacha nazar soladigan cho'nqur nuqtalar o'tirg'a qo'yildi. Bu sirni o'z hayotingizda tatbiqlab beqishinglarni umid qilamiz. Keyingi tushuntirishimizgacha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar?
Bugungi mazmunimizga xush kelibsizlar. Biz bu qaytim islomdagi eng tayan cho'nqur va hayron qolarli bir o'qim, rububiyat ustida birlikda ezinimiz. Bu deganlik, ilohiy tarbiyalash jarayoni bizning hayotimizdagi har bir minut, har bir bosqichni qandoq intiqlik bilan shakllantiradiganligini oshkoralab chiqamiz degan so'z. Anglamoq qila kishini hayajonlantirdi, shundaqmi? Bugungi qisqacha musofamizda buni 5 xil asosli nuqtani tezlik ko'zdan kechiramiz. Rububiyatning asliy ma'nosi, vujudimizdagi biologik mo'jizalar, ota-onaning mehri shafqati, hayotlik sinoqlarga yoshirilgan hikmatlar va oxirida erkin iroda bilan ibodatning munosabati. Bularning hammasi bir-biriga shunchalik zich bog'langan. Ammo bularga texmi ichkirlab kirishdan burun o'zimizdan bir so'rab baqaylik. Dal mushu sekundda perde arkasında turib, kim bizning jismoniy va ruhiy taraqqiyotimizga haqiqiy yetakchilik qilyapti? Tabiatning arkasındaki bu sirlik terbiyeçi kim? Birinci kısım terbiyeleş ve rububiyetin ma'nosini qarayalım. Rububiyat degan so'zni ko'p anglaymiz. Uning haqiqiy ma'nosi yaratguvchining bizning hayotimizga aktiv, bir sekund zimi uzilib qolmaydigan holatda aralashishini ko'rsatadi. Ya'ni Allah kainatni bir qatim yaratibla, andan uni o'z holiga tashlab qo'ygan emas. U bizni tunji yaralgan kunimizdan tartib har daqiqada izchil tarbiyalab kelmoqda. Uyla bakinglar, u har kuni, har an yaratishdidir degan bu so'z haqiqatan bek kuchlik. Bu deganlik Parvardigorimizning qudrat qo'li bizning kundalik mavjudligimizdan tartib, hatto tenimizdagi eng kichik hujayralarning yetilishigacha har daqiqa aktiv ishlayotdi deganlik. İkinci kısım yaratılıştaki biyolojik mo'jizalar. Bu izchil terbiyeleş ana korsakında başlanır. Tıbbi noktadan karılırsa adam bedeni aslide sırttan gelen herhangi bir yat dokunmanı katı red kılışı gerekir. Kan tıpı selle okşamasa red kılır, doğru mu? Ama ana teni mucizelerce sırtkı DNA'nı toluk kabul edip, şuncalık mükemmel ve mürekkep olan törelme yetiliş cereyanını başlatır. Bu yerde tıbbi kanuniyet bir yakta durup, der şu rububiyet mucizesi öz rolünü gösterir. Texo qiziq yeri shuki, hatto a'zolarimizmi normal xizmat qilish uchun sirtqi tarbiyaga muhtoj. Masalan, inson ko'zining aslidan ko'rish iqtidori bor. Lekin agar yangi tug'ilgan buvoqni tunji 6 oy qop-qorong'i uyda boqsaq, nima bo'ldi? Uning ko'rish iqtidori butunlay va mangulik yo'qoladi. Ko'rimizki, ko'zmu ko'rish uchun nurning tarbiyasiga tayinadi. Til və avaz məsələsi oxşar. Bizdə avaz pərdəsi, til, nəfəs yolları opmuxşaş dayar turud. Amma siz bu bağını ormanlıqda adamlardan ayırıb avaz anlatmayı çoğun qılsanız, o sözlüşümdə qatdi öğrenəlməlidir. Çünki fizikilik əzaların buluşu yeterlik emas. Biz sözlüş üçün çoxun başqalarının avazını anlaş degin şu tərbiyələş ceryanından ötüşümüz şart. Üçüncü kısım ata-ana ve mehri şefkat. Bu mürekkep ilahi gamxorluk ana korsukundan çıkıpla ata-annemizin mehrine ulanıyordur. Ana sütünüyle misal alaylı. O turaklık adi bir içimlik emez. Belki kişinin heyran kaldırılacağın tirik, hareketçan suyukluk. O buvakının ihtiyacına maslaşıp, deslepki günlerden tartıp 4 hafta, 8 hafta ve 12 haftalarda özünün terkibini mucizelerce özgertip duruyor. Bu akli yok suyukluk, buvakın nene muhtaç ikenliğini kererden biliyordur. Bu enikle aşı uluk tarbiyeleştir. Hamiledar analarda görüldüyken yerik deyiş ehvalini mi çok katim anlığın boğuşumuz mümkün. Məsələn, qahretan qışda tavuz yegisi geliş. Bu adi bir intiriş emas. Əməliyyətdə o intihayan avtomatiklaşman və möcüzelik bir qoğdaş sistemisi. Annenin bədəni qorsaqnadakı bolaqның dəl şüpheytə məlum vitaminge ihtiyaclıq bolğanlığını işki cəhətdən bilib, anneni şu meyvanı yeyişke undaydı. Mana bu, Rabbimizin qoğdaş sistemisinin avtomatik halette işleşidir. 4. kısım hayat sınaklarındaki hikmet. Elbette, rububiyet fakat cismani yetiliş bilenle çeklenip kalmaydı. O biznin bütün hayat musahimindeki sınaklarını mı küçlü balgileydi. Biz nurgun vakitlerde ehvalimizden ağrınıyoruz, hata hüküm kılıyoruz. Ama oylanıp bakayın, baylık ve namaratlık bu ikisi əməliyyətdə bütünleyi oxşaş bir ilahi tarbiyenin oxşamaydagən iki hali usulü xalas. Baylık, şükür ve sədika bilən sizni yetildirsə, yoxsulluk, səbir ve çidamlıq bilən sizni mükemmelleştirir. Hatta bazı kişilerinin bek baldırla bu alemden keçişi bizni qattiq azaplısımı onunla gayet zor bir hikmet yoşurungan boluşu mümkün. Çünkü eğer onun ömrü uzargan bolsa, belkim intihayen ağır hatalıklarını ötküzüp koygan bolarmadı,
Şunga qisqa ömürmü şu canni kilgüsüli bo'ladigan falokatlardan qutqizib qolish uchun berilgan cho'nqur bir rahmat bo'lishi tamoman mumkin. Bu biz oxiratda to'liq tushuniladigan bir hikmat. 5. kısım. Erkin irade, kulluk ve ibadet. Biz yuqorida söylab o'tgan barliq jismoniy va muhit tarbiyasining tub maqsadi zodi nima? Albatta bizim ruhiy aqlimizin yuksaltirishi va irodamizin sinash. Bugungi zamonaviy jamiyatda erkinlik desek ko'pincha kishilar har bir arzuyuga, har bir xohishga qarg'ularcha agishishni ko'rsatir deb qaraydi. Lekin o'ylab boqing, bu erkinlikmi yoki nafsiga qo'l bo'lganlikmi? Haqiqiy erkinlik bo'lsa, aqlinizni ishlatib, qaysisi to'g'ri bo'lsa, shuni tanlashdagi intizom va yaratquchiga bo'lgan izzatli qulluqdir. İnsanning balog'at yeshiga yetishi mushu tarbiyaning eng o'tkir va eng yuqori bosqichi. Aqlimiz uyg'onib peshib yetilganda yaratuvchimiz bizdan erkin irodamiz bilan "Men sizlarning parvardigorlaringlar emasmi?" degan bu savolga angliq javob berib, onun rububiyetini e'tirof qilishimizni kutudi. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bu dal ilohiyatda birinchi bo'lib tushgan buyruqning nima uchun o'qi bo'lganligining sababi. Chunki bizning o'rganish, tonish, tushunish iqtidorimiz ilohiy tarbiyaning eng yuqori pellisi. Aqlimiz faqat ilm va o'qish orqali andan to'liq yo'lqullikka chiqalaydi. Shuningga biz har kuni o'qiydigan namozlar quruq bir qoida yo'sinda emas, qat'iy yo'nda emas. U Alloh bilan oldin bekitilgan rasmiy uchrashish, ya'ni randevu. U bizni qaflatdan uyg'otib, butun bir kunimizni ruhiy intizom ichida xushyor va angliq o'tkazishimizda kafolatlik qilgan uzluksiz tarbiya mexanizmidir. Sizga yana bir qaltis nuqtani deb beray. Namoz o'tayotganda xayolingiz qachonmidi? Diqqatingizni chechadigan vasfasalar va siz jang qiladigan vasfasalar kelamidi? Amaliyotda bu bir maxsus loyihalangan sinoq ichidagi sinoq. U sizning shu salbiy ta'sirlarga diqqat qilmay, taqoni taqab qo'yib, zehningizni yig'ishingiz uchun o'rinlashtirilgan fokus mashqi. Shayton sizga o'z kinosini qo'yib berishga urinadi. Siz uningga parvo qilmagan sari fokusingiz texmi kuchaydi. Gene etinchi biz bugun ko'rib o'tgan hayron qolarlik biologiyalik yaratilishlardan tortib, hayotdagi sinoqlargacha va ruhimizni xudqizdigan ibodatlargacha bo'lgan bu mukammal ilohiy tarbiya, g'amxo'rlik to'rini ko'rib turibmi, uni qandoqqimi inkor qila olamiz? Bundaq ulug' va inchki g'amxo'rlikqa faqat cheksiz tashakkur va izdinish bilanla javob qaytara olamiz. Bugungi bu musobaqamizga hamroh bo'lganlarga rahmat. Bu go'zal hikmatlar haqida davomli o'ylanishni hargiz to'xtatib qo'ymanglar. Keyingi qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshimisilar, qadrli izlanguvchilar, yangi tushuntirishimizga xush keldinglar. Darhol bugungi qiziqarli mazmunimizga kiraylik. Bugun biz Mustafa Islamoğlu'ning Rob degan ilohiy ismning yushurun, qatlamliq ma'nosi va uning biologiya, hayot, hatto falsafa bilan qanday munosabati borligi haqidagi cho'nqur bayonlarni o'rtaga qo'yamiz. Bu faqatla diniy bir atalg'i emas, ishonib qo'ying, bu hayotga va o'zimizning kimligiga bo'lgan butunlay yangicha bir dunyoqarashning dal o'zidir. Agar siz Rob degan so'zni faqatla osmondagi yiroq bir yaratuvchi deb o'ylasangiz, bugungi tushuntirishimizdan keyin bu tushunchangiz butunlay o'zgarishi va cho'nqurlashi turganlar gap. Alisi ham barmay, avval mushu savolni o'ylab beqing. Nima uchun inson bedani bo'ydor bo'lish jarayonida yat DNA'ni red qilmaydi? Tibbiyot dunyosidan hammamizga ayon, agar kimnindir qon yoki yilik ko'chirsak, bedan darhol unga qarshi hujumga o'tadi, shundaqmi? Bedan o'ziga yat hujayrani dushman deb biladi. Ammo ana bedani mo'jizalarcha yat urug'ni, ya'ni butunlay boshqa bir genni qabul qiladi va uni himoya qiladi. Buni qanday tushunish kerak? Bedan o'zining eng asosiy ko'rinish qonuniyatlariga nima uchun mushu vaqtda xiloflik qiladi? Bu sir bizni ilgari diqqat qilmagan yangi bir qatlamga yetiklaydi. Bu ish yeshish uchun birinchi bölümge, ya'ni biolojiklik tarbiya mo'jizasine qadam qo'yalım. Qur'onda bayon qilingan embriologiyalik yetilish bosqichlarini ko'z oldingizga keltirib berilgan. Hayot urug'i, baliyat qo'g'a yepishgan hujayra, chenelgan go'shtdek bir parcha, sunak va oxirida uningga go'sht kiygizilish jarayonlari. Lektorimizning ta'kidlashicha, bular faqatla o'z-o'zidan bo'ladigan mexanik jarayon emas. Har bir bosqichda to'xtamay aktiv holda idora qilinayotgan bir yaratquchi kuch bor. Bu jarayon dil rububiyat, ya'ni ilohiy tarbiyaning eng oydin isbotidir. Yaratquchi faqat birla qaytim yaratgan emas, u har bir bosqichni mukammal idora qilib, xuddi yepishdan to'qilgan nishidek, uning har bir talisini muqam turmushga oshiradi.
Emsi 2 bölüm Rabbimizin esmi menisiga kireli. Asosiy manbaimizga qaraganda Rab va rububiyat degan atalg'u osmonda kiroq koinotni yaratib qo'yib o'z holiga tashlab qo'ygan bir xudoni ko'rsatmaydi. G'arbdagi bezi qarashlardek uxlab qolgan yoki yiqilishib ketgan kuch emas bu. Aksincha rububiyat tushunchasi aktiv holda tarbiya qiluvchi, o'gitguvchi va ta'minlaguvchi deganlikdir. Ya'ni Xudo sizning hayotingizdan bir daqiqamu ayrilmagan. U sizning har bir tinig'ingizda, har bir hujayringizda sizni o'stirib o'tgan, gullantirib o'tgan kundalik hamkorlik va muarif programmasidir. Bu qatlamlik tarbiyaga yana bir ahvolni misol qilaylik. Ayollardagi aysharma, ya'ni homiladorlik mezgildagi yuzi qora bo'lish vakasi hammamizga tunish. Shundami? O'ylab pekinga. Qushning qahridan sovuğida hamma yanni qor bosgan bir kunda bo'yidor onaning bedini to'satlinla qavun yoki o'rtdek yoz meyvelerini arzuqludi. Nima uchun? Chunki beden kursakdagi bolaga dal shu vaqtda A, B va C vitaminlarining kerakligini aniq deb beryapti. Ximiya o'qimagan onaning bedini buni qanday bilaydi? Bu faqatla quruq instinkt emas. Bu ilohiy programga kiritilgan balaning ehtiyojini mukammal biladining idoragorning, ya'ni tarbiya qiluvchining amalidir. Ana sutining tarkibi mu qiyg'etimizni tartadi. Menbada qayd qilingandek, ana sutining tarkibi vaqtning o'tishiga elishib, butunali o'zgaradi. 4-hafta, 8-hafta va 12-haftalarda sutning ozuqligi ichidagi qo'g'dug'uchi antibody, ya'ni antitencha miqdori bolaning yetilish bosqichiga moslashib, dinamik holda o'zgarib turadi. Dunyodagi eng kuchli laboratoriyalarmi, eng ilgirgan texnologiyami buni sun'iy holda va mushundoq tabiiy dinamikada yasab chiqara olmaydi. Bu nima degan dehshatlik va aqlliq bir sistema. Shundoq emasmi? 3-bölüm Hayotdagi o'zgucha tarbiya. Kelinlar, bedeninizin chiqib, hayotning o'ziga qaraymiz. Bizning jamiyatda mutlaq ko'p sonda boylikni Xudoning mukofoti, kambag'allikni bo'lsa jazo deb bilaydigan qarash bor. Ammo lektorimiz yengichi va intayin cho'ng'ir bir argumentni o'tirg'a qo'ydi. Bular osmondan tushgan mukofot yoki jazo emas, aksincha boylik bir xil o'qish programmasi, kambag'allik bo'lsa butunli boshqa bir xil o'qish programmasi. Bu faqat har bir ruhga atab loyihalangan ma'rif qurollari, ya'ni rububiyatning o'zgacha shakllaridir. Bezlar boylik orqali siniladi, bezlar bo'lsa yo'qsullik sinfini o'qiydi. Mushu nuqtadan qarashaningizda hayotning besimi butunli yengillab, haqiqiy sir yeshilgandek tuyuladi. Shuningdek, umrning uzun qisqaligiga ham mushu ko'zoynakda qarab beking. Biz doim uzun umrni baxt, yosh o'lib ketishni pajediya va tragediya deymiz. Ammo manbachi qaraganda yosh o'lib ketish amaliyotda intoyin chong bir rahim shafqat bo'lishi mumkin. Chunki ilohiy tarbiya urrohning kelajakda uchrash ehtimoli bo'lgan chong bir baloyi ofatin yoki butunlay vayron qilarlik bir gunohdan saqlab qolgan bo'lishi chonqur ehtimol. O'limmi, hayotmi, hamma narsa mushu qatlamliq ma'rif programmasining bir qismi xolos. 4-bölüm Ata-onaning tarbiyadagi roli. Ata-onalarga kelsak, ular faqat bizni to'qqan kishilarla emas, ular Xudoning rububiyatining yer yuzidagi gavdalanishi. Ota-ona balani kichili uxlamay peqishi, amaliyotda ilohiy g'amxo'rlikning yer yuzidagi kichik bir nusxasida. Xuddi chong bir shirkat boshlig'i o'z vazifasini boshqalarga topshirgandek, bu ilohiy tarbiya qilish vazifasi butunlay ota-onaning zimmasiga yuklangan. Shunga manbada aytilishicha, Xudoga bo'lgan minnatdorlik va vasita ota-onaga bo'lgan minnatdorlikqa bog'lanadi. Ularni hurmatlash dil Xudoning shu ilohiy programmasini hurmatlash deganlikdir. Qur'onda ota-onaga qaratilgan, ularga u hayam demagin degan mashhur oyatni hammamiz bilamiz. Lektor buni unutilmas bir shaklda tushuntirdi. Qur'on ota-onaga qo'l ko'tarishni yoki haqoratlashni oshkora cheklashni hujjati yo'q deb qaraydi. Nima uchun bilasizmi? Chunki hurmatning eng to'van cheklamasini bizar bo'lganlikni bildiradigan oddiy bir yoki deyishni cheklash orqali bekitib o'tgan. Agar deyish xato bo'lsa, qo'l ko'tarishning yoki tilishishning qanchalik cho'ng xato ekanligi o'z-o'zidan oydin. Bu qat'iy cheklama haqiqiy tarbiyaning qanday bo'lishi kerakligini isbotlaydi. Oxirgi 5-bölüm ibodat va haqiqiy erkinlik. G'arb dunyosi erkinlikni nefis nima xolasa shuni qilish deb qaraydi. Ammo bizning tushuntirishimizga asosan bu butunlay qulluqdir. Ya'ni o'z xalqislarining nefsining quli bo'lishdir. Bunga selishtirilganda kulluk, ya'ni Xudoga ibodat qilish va to'g'ri bo'lgan ishlarni qat'iylik bilan qilish insonning haqiqiy ozodlikka erishtiradi.
Nefsga egizsak, qul bo'lamiz. Ammo ilohiy tarbiyaga bo'ysunganimizda biz moddiy dunyodagi barlik iskanjalardan, boshqa odamlarning hukmronligidan qutulib, mutlaq erkin bo'lamiz. Buning namoz misolda hunishini baqayli. Namoz bir yuka yoki qilveshgiri kerak bo'lgan jazo emas. Namoz qat'iy aks bir uchrashish vaqti va zehnimizni terbiyalashtirdagi eng asosiy maydon. O kundalik hayotdagi kechilikliklardan basbasdan bizni qutuldirib, terbiya qiluvchi bilan bo'lgan mutlaq bog'lanishimizni yirik tutib turadi. Kuniga 5 ketim bu kursda tarbiyalanish ruhiy quvvatimizni taxtimi yenglaydi. Lakteriniz kimningen buni tasvirlaydigan hayron qolarlik bir metaforasi var. Dunyodagi eng chong kino arxivi shaytonga tova. Namoz o'qiyotganda birdina yo'qitib qo'ygan ochqilingiz esingizga keladi yoki o'tmishdagi bir voqeaning sahnasi keladi, shunday emasmi? Men buni ko'rmishicha, ular faqat shaytonning o'zining tugumas kino arxivini sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinlaridir. Emasa sizning vazifangiz qandaq? Biletni sezilishini qat'iy rad qilish va bu beminna kinoni ko'rmaslik, zehningizni yig'ib, butun diqqatingizni ilohiy uchrashingizga qaratish. Endi mustaq videosiga kelsak, inson ehil balog'atga, ya'ni aqlliq bir shaxsga aylangan vaqt butunlay ilohiy sinfga kiradigan vaqtdir. Lakrator ta'kidlagandek, bu dil "Men sening Rabbing emas bu" degan izli cho'ng savolga insonning shundoq "Sen mening Rabbim, tarbiya qilguvchim" deb aqliq javob beradigan, mas'uliyatni zimmamizga olgan butunlay yangi bosqichidir. Sulaysılab aytganda, bütün bu misollarni jumlaganda o'zimizdan shuni so'rashimiz kerak. Bugun siz o'z tarbiya qilguvchingizni ma'rif programmasini tushungan yoki e'tirof qilgan holda yashayotmisiz? O'z badaningizga, atrofinizdagi tabiatga, ota-onangizga, hayotingizdagi kambag'allik, boylik va har yil bo'ladigan qiyinchiliklarga mushu ilohiy tarbiya ko'zoyniki orqali bir qarab beqing. Qadrli ko'rminlar, bugungi tushuntirishimiz mush yerda tamomlandi. Hayotga boshqacha nazar soladigan cho'nqur nuqtalar o'tirg'a qo'yildi. Bu sirni o'z hayotingizda tatbiqlab beqishinglarni umid qilamiz. Keyingi tushuntirishimizgacha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar? Bugungi mazmunimizga xush kelibsizlar. Biz bu qaytim islomdagi eng tayanch cho'nqur va hayron qolarli bir o'qim, rububiyat ustida birlikda ezinimiz. Bu deganlik, ilohiy tarbiyalash jarayoni bizning hayotimizdagi har bir minut, har bir bosqichni qandoq intiqlik bilan shakllantiradiganligini oshkoralab chiqamiz degan so'z. Anglamoq qila kishini hayajonlantirdi, shundaqmi? Bugungi qisqacha musofamizda buni 5 xil asosli nuqtani tezlik ko'zdan kechiramiz. Rububiyatning asliy ma'nosi, vujudimizdagi biologik mo'jizalar, ota-onaning mehri shafqati, hayotlik sinoqlarga yoshirilgan hikmatlar va oxirida erkin iroda bilan ibodatning munosabati. Bularning hammasi bir-biriga shunchalik zich bog'langan. Ammo bularga texmi ichkirlab kirishdan burun o'zimizdan bir so'rab baqayli. Dal mushu sekundda perde arkasında turib, kim bizning jismoniy va ruhiy taraqqiyotimizga haqiqiy yetakchilik qilyapti? Tabiatning arkasındaki bu sirlik terbiyeçi kim? Birinci kısım terbiyeleş ve rububiyetin ma'nosini qarayalım. Rububiyat degan so'zni ko'p anglaymiz. Uning haqiqiy ma'nosi yaratguvchining bizning hayotimizga aktiv, bir sekund zimi uzilib qolmaydigan holatda aralashishini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh koinotni bir qatim yaratibla, andan uni o'z holiga tashlab qo'ygan emas. U bizni tunji yaralgan kunimizdan tartib har daqiqada izchil tarbiyalab kelmoqda. Uyla bakinglar, u har kuni, har an yaratishdidir degan bu so'z haqiqatan bek kuchlik. Bu deganlik Parvardigorimizning qudrat qo'li bizning kundalik mavjudligimizdan tartib, hatto tenimizdagi eng kichik hujayralarning yetilishigacha har daqiqa aktiv ishlayotdi deganlik. İkinci kısım yaratılıştaki biyolojik mo'jizalar. Bu izchil tarbiyeleş ana korsakında başlanır. Tıbbi noktadan karılırsa adam bedeni aslide sırttan gelen herhangi bir yat dokunmanı katı red kılışı gerekir. Kan tıpı selle okşamasa red kılır, doğru mu? Ama ana teni mucizelerce sırtkı DNA'nı toluk kabul edip, şuncalık mükemmel ve mürekkep olan törelme yetiliş cereyanını başlatır. Bu yerde tıbbi kanuniyet bir yakta durup, der şu rububiyet mucizesi öz rolünü gösterir. Texo qiziq yeri shuki, hatto a'zolarimizmi normal xizmat qilish uchun sirtqi tarbiyaga muhtoj. Masalan, inson ko'zining aslidan ko'rish iqtidori bor. Lekin agar yangi tug'ilgan buvoqni tunji 6 oy qop-qorong'i uyda boqsaq, nima bo'ldi? Uning ko'rish iqtidori butunlay va mangulik yo'qoladi. Ko'rimizki, ko'zmu ko'rish uchun nurning tarbiyasiga tayinadi. Til va ovoz masalasi o'xshash. Bizde ovoz perdesi, til, nefes yolları o'xshash tayyor turadi. Ama siz bu bakni ormanlıkta adamlardan ayırıp
ovoz anlatmay cho'ng qilsanız, u sözlüşümde qat'iy o'rganilmaydi. Chunki fizikilik a'zolarim bo'lishi yetarlik emas. Biz sözlüş uchun cho'qim boshqalarning ovozini anlash degan shu tarbiyalash jarayonidan o'tishimiz shart. 3. qism ata-ana ve mehri şefkat. Bu murakkab ilahi g'amxo'rlik ana korsukundan chiqibla ata-onemizin mehrini ulanıyordur. Ana sütünüyle misal alaylı. O turaklık adi bir içimlik emas, belki kişinin heyran kaldırılacağın tirik, hareketçan suyukluk. O buvakının ihtiyacına maslaşıp, deslepki günlerden tartıp 4 hafta, 8 hafta ve 12 haftalarda özünün terkibini mucizelerçe özgertip duruyor. Bu akli yok suyukluk, buvakın nene muhtaç ikenliğini kererden biliyordur. Bu enikle aşı uluk tarbiyeleştir. Hamiledar analarda görüldüyken yerik deyiş ehvalini mi çok katim anlığın boğuşumuz mümkün. Mesela kahretan kışta tavuz yekisi geliş. Bu adi bir intiriş emez. Əməliyyətdə o intihayan avtomatiklaşman ve möcüzelik bir qoğdaş sistemisi. Annenin bedeni, qorsaqnadaki bolaqның dəl şüpheyte məlum vitaminge ihtiyaclıq bolğanlığını işki cəhətdən bilip, anneni şu meyvanı yeyişke undaydı. Mana bu, Rabbimizin qoğdaş sistemisinin avtomatik halette işleşidir. 4. kısım Hayat sınaklarındaki hikmet. Elbette, rububiyet fakat cismani yetiliş bilenle çeklenip kalmaydı. O biznin bütün hayat musahimindeki sınaklarını mı küçlü balgileydi. Biz nurgun vakitlerde ehvalimizden ağrınıyoruz, hata hüküm kılıyoruz. Ama oylanıp bakayın, baylık ve namaratlık bu ikisi əməliyyətdə bütünleyi oxşaş bir ilahi tarbiyenin oxşamaydagən iki hali usulü xalas. Baylık şükür ve sədika bilən sizni yetildirsə, yoxsulluk səbir ve çidamlıq bilən sizni mükemmelleştirir. Hatta bazı kişilerinin bek baldırla bu alemden keçişi bizni qattiq azaplısımı onunla gayet zor bir hikmet yoşurungan bolışı mümkün. Çünkü eğer onun ömrü uzargan bolsa, belkim intihayen ağır hatalıklarını ötküzüp koygan bolarmadı. Şonga qısqa ömürmü şu canını kilgüsülü bolduğan palagetlerden qutquzıp qolish üçün berilgen çoğunqur bir rahmet buluşu tamamen mümkün. Bu biz ahiretda la tuluq düşünüleydiğen bir hikmet. 5. kısım Erkin irade, kulluk ve ibadet. Biz yuqorida söylab o'tgan barliq jismoniy ve muhit terbiyesinin tüp maksatı zadi nima? Elbette bizim ruhi eklimizin yükseltirişi ve irademizin sınaş. Bugünkü zamanıvi jamiyatda erkinlik desek köpünce kişiler her bir arzuyuğa, her bir xahiş ile qarğularca egişişini körstürür deb qaraydı. Lekin oylab bakın, bu erkinlik mi yoki nefsiga qol bolğanlık mı? Haqiqiy erkinlik bolsa, aqlinizni ishlatib, qaysisi to'g'ri bolsa shuni tanlashdagi intizom ve yaratquchiga bo'lgan izzatli qulluqdir. İnsanның balağat yeshige yetishi mushu terbiyenin en ötkür ve en yuqarı basquchu. Aqlimiz oyğunub pişib yetilgende yaratığuchumuz bizden erkin irademiz bilen "Men silerning perverdigarlaringlar emasmu?" degan bu savolga angliq javob berib, onun rububiyetini e'tirof qilishimizni kutuydi. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bu dal ilahiyatda birinchi bo'lib tushgan buyruqning nima uchun o'qi bo'lganligining sababi. Chunki bizning o'rganish, tonish, tushunish iqtidorimiz ilahiy tarbiyaning eng yuqori pellisi. Aqlimiz faqat ilm va o'qish orqali andan to'liq yo'lqulluqqa chiqalaydi. Shuningga biz har kuni o'qiydigan namozlar quruq bir qoida yo'sinda emas, qat'iy yo'nda emas. U Alloh bilan oldin bekitilgan rasmiy uchrashish, ya'ni randevu. U bizni qaflatdan uyg'otib, bütün bir günimizni ruhiy intizam ichida hoşyar ve anlık ötküzüşümüzde kafalatlik qildigan üzlüksüz terbiye mexanizmidir. Sizga yana bir qaltis nuqtani deb berey. Namoz o'tayotganda xayolingiz qachonmidi? Diqqatingizni chechadigan vasfasalar va siz jang qiladigan vasfasalar kelamidi? Amaliyotda bu bir maxsus loyihalangan sinoq ichidagi sinoq. U sizning shu salbiy ta'sirlarga diqqat qilmay, taqoni taqab qo'yib, zehningizni yig'ishingiz uchun o'rinlashtirilgan fokus mashqi. Shayton sizga o'z kinosini qo'yib berishga urinadi. Siz uningga parvo qilmagan sari fokusingiz texmi kuchaydi. Gene etinchi biz bugun ko'rib o'tgan hayron qolarlik biologiyalik yaratilishlardan tortib, hayotdagi sinoqlargacha va ruhimizni xudqizdigan ibodatlargacha bo'lgan bu mukammal ilohiy tarbiya, g'amxo'rlik to'rini ko'rib turibmi, uni qandoqqimi inkor qila olamiz? Bundaq ulug' va inchki g'amxo'rlikqa faqat cheksiz tashakkur va izdinish bilanla javob qaytara olamiz. Bugungi bu musofiyamizga hamroh bo'lganlarga rahmat. Bu go'zal hikmatlar haqida davomli o'ylanishni hargiz to'xtatib qo'ymanglar. Keyingi qatam ko'rishguncha omon bo'linglar.
Yaxshimi sizlar, qadrli izlanguvchilar, yangi tushuntirishimizga xush keldinglar. Darhol bugungi qiziqarli mazmunimizga kiraylik. Bugun biz Mustafa Islamoğlu'ning Rob degan ilohiy ismning yushurun, qatlamli ma'nosi va uning biologiya, hayot, hatto falsafa bilan qanday munosabati borligi haqidagi cho'nqur bayonlarni o'rtaga qo'yamiz. Bu faqatla diniy bir atalg'i emas, ishonib qo'ying, bu hayotga va o'zimizning kimligiga bo'lgan butunlay yangicha bir dunyoqarashning dal o'zidir. Agar siz Rob degan so'zni faqatla osmondagi yiroq bir yaratuvchi deb o'ylasangiz, bugungi tushuntirishimizdan keyin bu tushunchangiz butunlay o'zgarishi va cho'nqurlashi turganlar gap. Alisi ham barmay, avval mushu savolni o'ylab beqing. Nima uchun inson bedani bo'ydor bo'lish jarayonida yat DNA'ni red qilmaydi? Tibbiyot dunyosidan hammamizga ayon, agar kimnindir qon yoki yilik ko'chirsak, bedan darhol unga qarshi hujumga o'tadi, shundaqmi? Bedan o'ziga yat hujayrani dushman deb biladi. Ammo ana bedani mo'jizalarcha yat urug'ni, ya'ni butunlay boshqa bir genni qabul qiladi va uni himoya qiladi. Buni qanday tushunish kerak? Bedan o'zining eng asosiy ko'rinish qonuniyatlariga nima uchun mushu vaqtda xiloflik qiladi? Bu sir bizni ilgari diqqat qilmagan yangi bir qatlamga yetiklaydi. Bu iş şeşiş üçün birinci bölümge, yani biyolojiklik terbiye möcüzesine kadem koyalım. Qur'onda bayon qilingan embriologiyalik yetilish bosqichlarini ko'z oldingizga keltirib berilgan. Hayot urug'i, baliyat qo'g'a yepishgan hujayra, chenelgan go'shtdek bir parcha, sunak va oxirida uningga go'sht kiygizilish jarayonlari. Lektorimizning ta'kidlashicha, bular faqatla o'z-o'zidan bo'ladigan mexanik jarayon emas. Har bir bosqichda to'xtamay aktiv holda idora qilinayotgan bir yaratquchi kuch bor. Bu jarayon dil rububiyat, ya'ni ilohiy tarbiyaning eng oydin isbotidir. Yaratquchi faqat birla qaytim yaratgan emas, u har bir bosqichni mukammal idora qilib, xuddi yepishdan to'qilgan nishidek, uning har bir talisini muqam turmushga oshiradi. Emse ikinci bölüm, Rabbimizin esmi menisiga kireli. Asosiy manbaimizga qaraganda Rab va rububiyat degan atalg'u osmonda kiroq koinotni yaratib qo'yib o'z holiga tashlab qo'ygan bir xudoni ko'rsatmaydi. G'arbdagi bezi qarashlardek uxlab qolgan yoki yiqilishib ketgan kuch emas bu. Aksincha rububiyat tushunchasi aktiv holda tarbiya qiluvchi, o'gitguvchi va ta'minlaguvchi deganlikdir. Ya'ni Xudo sizning hayotingizdan bir daqiqamu ayrilmagan. U sizning har bir tinig'ingizda, har bir hujayringizda sizni o'stirib o'tgan, gullantirib o'tgan kundulik hamkorlik va muarif programmasidir. Bu qatlamlik tarbiyaga yana bir ahvolni misol qilaylik. Ayollardagi aysharma, ya'ni homilidorlik mezgildagi yuzi qora bo'lish vakasi hammamizga tunish. Shundami? O'ylab pekinga. Qushning qahritan sovuğida hamma yanni qor bosgan bir kunda bo'yidor onining bedini to'satlinla qavun yoki o'rtdek yoz mevalarini arzuqladi. Nima uchun? Çünkü beden kursakdagi bolaga dal shu vaqtda A, B va C vitaminlarining kerakligini aniq deb beryapti. Ximiya o'qimagan onining bedini buni qanday biladi? Bu faqatla quruq instinkt emas. Bu ilohiy programga kiritilgan balaning ehtiyojini mukammal biladining idoragorning, ya'ni tarbiya qiluvchining amalidir. Ana sütünün tarkibi mu qiygətimizni tartıdı. Mənbədə qeyd qılınğandək, ana sütünün tərkibi vaqtning o'tishiga elishib, butunlay o'zgardi. 4-cü həftə, 8-ci həftə və 12-ci həftələrdə sütünün ozuqluğu, içidəki qoğduqçu antibody, yəni antitençə miqdarı balinin yetiliş basqıcığa maslışıb dinamik halda özgürüb durdu. Dünyadaki en küçük laboratoriyalarmı, en ilgirgən texnologiyamı bunu suni halda və muşundaq təbii dinamikada yasab çıxaralmaydı. Bu nima deyen dehşetlik və akıllık bir sistema. Şundaq məsmu? 3. bölüm. Hayattaki özgüçe terbiye. Kelinler, bedeninizin çıkıp hayatının özüge qaraymiz. Bizning jamiyatda mutlaq ko'p sonda boyliqni Xudoning mukofoti, kambag'allikni bo'lsa jazo deb bilaydigan qarash bor. Ammo lektorimiz yengichi va intayin cho'ng'ir bir argumentni o'tirg'a qo'ydi. Bular osmondan tushgan mukofot yoki jazo emas, aksincha boyliq bir xil o'qish programmasi. Kambag'allik bo'lsa butunlay boshqa bir xil o'qish programmasi. Bu faqat har bir ruhqa atab loyihalangan ma'rif qurollari, ya'ni rububiyatning o'zgacha shakllaridir. Bezlar boylik orqali siniladi, bezlar bo'lsa yo'qsullik sinfini o'qiydi. Mushu nuqtadan qarashaningizda hayotning besimi butunlay yengillab, haqiqiy sir yeshilgandek tuyuladi. Shuningdek, umrning uzun qisqaligiga mushu ko'zoynakda qarab beking. Biz doim uzun umrni baxt,
yosh o'lib ketishni pajediya va tragediya deymiz. Ammo manbaga qaraganda yosh o'lib ketish amaliyotda intoyin chong bir rahim shafqat bo'lishi mumkin. Chunki ilohiy tarbiya urrohning kelajakda uchrash ehtimoli bo'lgan chong bir baloyi ofatin yoki butunlay vayron qilarlik bir gunohdan saqlab qolgan bo'lishi chonqur ehtimol. O'limmi, hayotmi, hamma narsa mushu qatlamliq ma'rif programmasining bir qismi xolos. 4-bölüm. Ata-ananing tarbiyadagi roli. Ata-analarga kelsak, ular faqat bizni toqqan kishilarla emas, ular Xudoning rububiyatining yer yuzidagi gavdalanishi. Ota-ona balini kichili uxlamay peqishi, amaliyotda ilohiy g'amxo'rlikning yer yuzidagi kichik bir nusxasida. Xuddi chong bir shirkat boshlig'i o'z vazifasini boshqalarga topshirgandek, bu ilohiy tarbiya qilish vazifasi butunlay ota-onaning zimmasiga yuklangan. Shunga manbada aytilishicha, Xudoga bo'lgan minnatdorlik va vasita ota-onaga bo'lgan minnatdorlikqa bog'lanadi. Ularni hurmatlash dil Xudoning shu ilohiy programmasini hurmatlash deganlikdir. Qur'onda ota-onaga qaratilgan, ularga u hayam demagin degan mashhur oyatni hammamiz bilamiz. Lektor buni unutilmas bir shaklda tushuntirdi. Qur'on ota-onaga qo'l ko'tarishni yoki haqoratlashni oshkora cheklashni hujjati yo'q deb qaraydi. Nima uchun bilasizmi? Chunki hurmatning eng to'van cheklamasini bizar bo'lganlikni bildiradigan oddiy bir yoki deyishni cheklash orqali bekitib o'tgan. Agar deyish xato bo'lsa, qo'l ko'tarishning yoki tilishishning qanchalik cho'ng xato ekanligi o'z-o'zidan oydin. Bu qat'iy cheklama haqiqiy tarbiyaning qanday bo'lishi kerakligini isbotlaydi. Oxirgi 5-bölüm. Ibodat va haqiqiy erkinlik. G'arb dunyosi erkinlikni nefis nima xolasa shuni qilish deb qaraydi. Ammo bizning tushuntirishimizga asosan bu butunlay qulluqdir. Ya'ni o'z xalqislarining nefsining quli bo'lishdir. Bunga selishtirilganda kulluk, ya'ni Xudoga ibodat qilish va to'g'ri bo'lgan ishlarni qat'iylik bilan qilish insonni haqiqiy ozodlikka erishtiradi. Nefsga egizsak qul bo'lamiz. Ammo ilohiy tarbiyaga bo'ysunganimizda biz moddiy dunyodagi barlik iskanjalardan, boshqa odamlarning hukmronligidan qutulib, mutlaq erkin bo'lamiz. Buni namoz misolda unishini baqayli. Namoz bir yuka yoki qilish kerak bo'lgan jazo emas. Namoz qat'iy aks bir uchrashish vaqti va zehnimizni terbiyalashtirdagi eng asosiy maydon. O kundalik hayotdagi kechilikliklardan basbasdan bizni qutuldirib, terbiya qiluvchi bilan bo'lgan mutlaq bog'lanishimizni yirik tutib turadi. Kuniga 5 ketim bu kursda tarbiyalanish ruhiy quvvatimizni taxtimi yenglaydi. Lakteriniz kimningen buni tasvirlaydigan hayron qolarlik bir metaforasi bor. Dunyodagi eng chong kino arxivi shaytonga tova. Namoz o'qiyotganda birdina yo'qitib qo'ygan ochqilingiz esingizga keladi yoki o'tmishdagi bir voqeaning sahnasi keladi, shunday emasmi? Men buni ko'rmishicha, ular faqat shaytonning o'zining tugumas kino arxivini sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinlaridir. Emasa sizning vazifangiz qandaq? Biletni sez o'lishini qat'iy rad qilish va bu beminna kinoni ko'rmaslik, zehningizni yig'ib, butun diqqatingizni ilohiy uchrashingizga qaratish. Endi mustaq videosiga kelsak, inson ehil balog'atga, ya'ni aqlli bir shaxsga aylangan vaqt butunlay ilohiy sinfga kiradigan vaqtdir. Lakrator ta'kidlagandek, bu dil men sening Rabbing emas bu degan izli cho'ng savolga insonning shundoq, sen mening Rabbim, tarbiya qilguvchim deb aniq javob beradigan, mas'uliyatni zimmamizga olgan butunlay yangi bosqichidir. Sulaysılab aytganda, bütün bu misollarni jumlaginda o'zimizdan shuni so'rashimiz kerak. Bugun siz o'z tarbiya qilguvchingizni ma'rif programmasini tushungan yoki e'tirof qilgan holda yashayapmisiz? O'z badaningizga, atrofinizdagi tabiatga, ota-onangizga, hayotingizdagi kambag'allik, boylik va har yil bo'ladigan qiyinchiliklarga mushu ilohiy tarbiya ko'zoyniki orqali bir qarab beqing. Qadrli ko'rminlar, bugungi tushuntirishimiz mush yerda tamomlandi. Hayotga boshqacha nazar soladigan cho'nqur nuqtalar o'tirg'a qo'yildi. Bu sirni o'z hayotingizda tatbiqlab beqishinglarni umid qilamiz. Keyingi tushuntirishimizgacha omon bo'linglar. Yaxshimi sizlar, qadrli izlanguvchilar, yangi tushuntirishimizga xush keldinglar. Darhol bugungi qiziqarli mazmunimizga kiraylik. Bugun biz Mustafa Islamoğlu'ning Rob degan ilohiy ismning yushurun, qatlamliq ma'nosi va uning biologiya, hayot, hatto falsafa bilan qanday munosabati borligi haqidagi cho'nqur bayonlarni o'rtaga qo'yamiz. Bu faqatla diniy bir atalg'i emas, ishonib qo'ying, bu hayotga va o'zimizning kimligiga bo'lgan butunlay yangicha bir dunyoqarashning dal o'zidir. Agar siz Rob degan so'zni faqatla osmondagi yiroq bir yaratuvchi deb o'ylasangiz, bugungi tushuntirishimizdan keyin bu tushunchangiz butunlay o'zgarishi va cho'nqurlashi turganlar gap.
Alisi ham barmay, avval mushu savolni o'ylab beqing. Nima uchun inson bedani bo'ydar bo'lish jarayonida yat DNA'ni red qilmaydi? Tibbiyot dunyosidan hammamizga ayon, agar kimnindir qon yoki yilik ko'chirsak, bedan darhol unga qarshi hujumga o'tadi, shundaqmi? Bedan o'ziga yat hujayrani dushman deb biladi. Ammo ana bedani mo'jizalarcha yat urug'ni, ya'ni butunlay boshqa bir genni qabul qiladi va uni himoya qiladi. Buni qanday tushunish kerak? Bedan o'zining eng asosiy ko'rinish qonuniyatlariga nima uchun mushu vaqtda xiloflik qiladi? Bu sir bizni ilgari diqqat qilmagan yangi bir qatlamga yetiklaydi. Bu ish yashash uchun birinchi bölümge, ya'ni biolojiklik tarbiya mo'jizasine qadam qo'yalım. Qur'onda bayon qilingan embriologiyalik yetilish bosqichlarini ko'z oldingizga keltirib berilgan. Hayot urug'i, baliyat qo'g'a yepishgan hujayra, chenelgan go'shtdek bir parcha, sunak va oxirida uningga go'sht kiygizilish jarayonlari. Lektorimizning ta'kidlashicha, bular faqatla o'z-o'zidan bo'ladigan mexanik jarayon emas. Har bir bosqichda to'xtamay aktiv holda idora qilinayotgan bir yaratquchi kuch bor. Bu jarayon dil rububiyat, ya'ni ilohiy tarbiyaning eng oydin isbotidir. Yaratquchi faqat birla qaytim yaratgan emas, u har bir bosqichni mukammal idora qilib, xuddi yepishdan to'qilgan nishidek, uning har bir talisini muqam turmushga oshiradi. Emse 2. bölüm Rabbimizin esmi menisiga kiriyeli. Asosiy manbaimizga qaraganda Rabb va rububiyat degan atalg'u osmonda kiroq koinotni yaratib qo'yib o'z holiga tashlab qo'ygan bir xudoni ko'rsatmaydi. G'arbdagi bezi qarashlardek uxlab qolgan yoki yiqilishib ketgan kuch emas bu. Aksincha rububiyat tushunchasi aktiv holda tarbiya qiluvchi, o'gitguvchi va ta'minlovchi deganlikdir. Ya'ni Xudo sizning hayotingizdan bir daqiqa ham ayrilmagan. U sizning har bir tinig'ingizda, har bir hujayringizda sizni o'stirib o'tgan, gullantirib o'tgan kundalik hamkorlik va muarif programmasidir. Bu qatlamlik tarbiyaga yana bir ahvolni misol qilaylik. Ayollardagi aysharma, ya'ni homilidorlik mezgildagi yuzi qora bo'lish vakasi hammamizga tunish, shundami? O'ylab pekinga. Qushning qahridan sovuğida hamma yanni qor bosgan bir kunda bo'yidor onining bedini to'satlanla qavun yoki o'rtdek yoz mevalarini arzug'ludi. Nima uchun? Chunki beden kursakdagi bolaga dal shu vaqtda A, B va C vitaminlarining kerakligini aniq deb beryapti. Ximiya o'qimagan onining bedini buni qanday biladi? Bu faqatla quruq instinkt emas. Bu ilohiy programga kiritilgan balaning ehtiyojini mukammal biladining idoragarining, ya'ni tarbiya qiluvchining amalidir. Ana sütünün tərkibi mu qiyqetimizni tartıdı. Mənbədə qeyd qılınğandək, ana sütünün tərkibi vaqtının ötüşüge ilişib bütünəli özgürüdü. 4-cü həftə, 8-ci həftə və 12-ci həftələrdə sütünün ozuqluğu, içidəki qoğduqçu antibody, yəni antitençə miqdarı balinin yetiliş basqıcığa maslışıb dinamik halda özgürüb durdu. Dünyadaki en küçülük laboratoriyalarımı, en ilgirgən texnologiyamı bunu suni halda və muşundaq təbii dinamikada yasab çıxaralmaydı. Bu nimə deyən dehşətlik və akıllıq bir sistema. Şundaq məsmu? 3. bölüm Hayattaki özgüçe terbiye. Kelinler, bedeninizin çıkıp hayatının özüge qaraymiz. Bizning jamiyatda mutlaq ko'p sonda boyliqni Xudoning mukofoti, kambag'allikni bo'lsa jazo deb bilaydigan qarash bor. Ammo lektorimiz yengichi va intayin cho'ng'ir bir argumentni o'tirg'a qo'ydi. Bular osmondan tushgan mukofot yoki jazo emas, aksincha boyliq bir xil o'qish programmasi, kambag'allik bo'lsa butunlay boshqa bir xil o'qish programmasi. Bu faqat har bir ruhga atab loyihalangan ma'rif qurollari, ya'ni rububiyatning o'zgacha shakllaridir. Bezlar boylik orqali siniladi, bezlar bo'lsa yo'qsullik sinfini o'qiydi. Mushu nuqtadan qarashaningizda hayotning besimi butunlay yengillab, haqiqiy sir yeshilgandek tuyuladi. Shuningdek, umrning uzun qisqaligiga mo mushu ko'zoynakda qarab beking. Biz doim uzun umrni baxt, yosh o'lib ketishni tragediya va tragediya deymiz. Ammo manbachi qaraganda yosh o'lib ketish amaliyotda intoyin chong bir rahim shafqat bo'lishi mumkin. Chunki ilohiy tarbiya urrohning kelajakda uchrash ehtimoli bo'lgan chong bir baloyi ofatin yoki butunlay vayron qilarlik bir gunohdan saqlab qolgan bo'lishi chonqur ehtimol. O'limmi, hayotmi, hamma narsa mushu qatlamliq ma'rif programmasining bir qismi xolos. 4. bölüm Ata-ananın tərbiyədəki rolü. Ata-analarga gelsak, ular faqat bizni toqqan kishilarla emas, ular Xudoning rububiyyatining yer yuzidagi gevdelenişi. Ota-ana balını kichili uxlamay peqishi,
Emiliyatda ilahi g'amxo'rlig'ining yer yuzidagi kichik bir nusxasida. Xuddi cho'ng bir shirkat boshlig'i o'z vazifasini boshqalarga topshirgandek, bu ilahiy tarbiya qilish vazifasi butunlay ota-onaning zimmasiga yuklangan. Shunga manbada aytilishicha, Xudoga bo'lgan minnatdorlik va vasita ota-onaga bo'lgan minnatdorlikqa bog'lanadi. Ularni hurmatlash dil Xudoning shu ilohiy programmasini hurmatlash deganlikdir. Qur'onda ota-onaga qaratilgan, ularga u hayam demagin degan mashhur oyatni hammamiz bilamiz. Lektor buni unutilmas bir shaklda tushuntirdi. Qur'on ota-onaga qo'l ko'tarishni yoki haqoratlashni oshkora cheklashni hujjati yo'q deb qaraydi. Nima uchun bilasizmi? Chunki hurmatning eng to'van cheklamasini bizar bo'lganlikni bildiradigan oddiy bir yoki deyishni cheklash orqali bekitib o'tgan. Agar deyish xato bo'lsa, qo'l ko'tarishning yoki tilishishning qanchalik cho'ng xato ekanligi o'z-o'zidan oydin. Bu qat'iy cheklama haqiqiy tarbiyaning qanday bo'lishi kerakligini isbotlaydi. Oxirgi 5-bo'lim ibodat va haqiqiy erkinlik. G'arb dunyosi erkinlikni nefis nima xolasa shuni qilish deb qaraydi. Ammo bizning tushuntirishimizga asosan bu butunlay qulluqdir. Ya'ni o'z xalqislarining nefsining quli bo'lishdir. Bunga solishtirilganda kulluk, ya'ni Xudoga ibodat qilish va to'g'ri bo'lgan ishlarni qat'iylik bilan qilish insonning haqiqiy ozodligiga erishtiradi. Nefsga egasak qul bo'lamiz. Ammo ilohiy tarbiyaga bo'ysunganimizda biz moddiy dunyodagi barlik iskanjalardan, boshqa odamlarning hukmronligidan qutulib, mutlaq erkin bo'lamiz. Buni namoz misolida unishini baqayli. Namoz bir yuka yoki qilish kerak bo'lgan jazo emas. Namoz qat'iy aks bir uchrashish vaqti va zehnimizni terbiyalashtirdagi eng asosiy maydon. O kundalik hayotdagi kechilikliklardan basbasdan bizni qutuldi. Terbiya qiluvchi bilan bo'lgan mutlaq bog'lanishimizni yirik tutib turadi. Kuniga 5 ketim bu kursda tarbiyalanish ruhiy quvvatimizni taxtimi yenglaydi. Laktoriniz kimning buni tasvirlaydigan hayron qaloliq bir metaforasi bor. Dunyodagi eng cho'ng kino arxivi shaytonga to'va. Namoz o'qiyotganda birdana yo'qitib qo'ygan ochqilingiz esingizga keladi yoki o'tmishdagi bir voqeaning sahnasi keladi, shunday emasmi? Men buni ko'rmushicha, bular faqat shaytonning o'zining tugumas kino arxivini sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinlaridir. Emisa sizning vazifangiz qandaq? Biletni sezilishini qat'iy rad qilish va bu beminna kinoni ko'rmaslik, zehningizni yig'ib, butun diqqatingizni ilohiy uchrashingizga qaratish. Endi mustaq videosiga kelsak, inson egil balog'atga, ya'ni aqlli bir shaxsga aylangan vaqt butunlay ilohiy sinfga kiradigan vaqtdir. Lakrator ta'kidlagandek, bu dil men sening Rabbing emasbu degan izli cho'ng savolga insonning shundoq sen mening Rabbim, tarbiya qilguvchim deb aqliq javob beradigan, mas'uliyatni zimmamizga olgan butunlay yangi bosqichidir. Sulaysılab aytganda, bütün bu misollarni jumlaganda o'zimizdan shuni so'rashimiz kerak. Bugun siz o'z tarbiya qilguvchingizni ma'rif programmasini tushungan yoki e'tirof qilgan holda yashayapmisiz? O'z badaningizga, atrofingizdagi tabiatga, ota-onangizga, hayotingizdagi kambag'allik, boylik va har yil bo'ladigan qiyinchiliklarga mushu ilohiy tarbiya ko'zayniki orqali bir qarab beqing. Qadrli ko'rminlar, bugungi tushuntirishimiz mush yerda tamomlandi. Hayotga boshqacha nazar soladigan cho'nqur nuqtalar o'tirg'a qo'yildi. Bu sirni o'z hayotingizda tatbiqlab beqishinglarni umid qilamiz. Keyingi tushuntirishimizgacha omon bo'linglar.